qaysi biring pul bermadi? Choyxonani choylarini ichganda, tor ko'chani suvlaridan kechganda, man degan yigitlarning zo'rini, tor ko'chaning qizlariga zo'ri. To'la qoldimi? Mana. Mujik сказал, mujik сделал. Qo'shninikida remont bo'layotgan bo'ladi, yo to'y bo'layotgan bo'ladi. Man degan yigitlarning zo'rlari. Opa bir choy poy bormi? Man degan yigitlarga zo'rga. Yo, bir yemoqchiydimi? Agar Isroil pul berdi-ku, choy bersinlar. 450 10 minglar ekanda. Teplitsa qani aka? O'lingda-ku. Ha? O'tgan safar xotining javobini berib yubordi, bugun birinchi kelib o'tiribsan, seshningmi? Aka, men erkak kishiman-da. Tushunyapsizmi? G'ururimni o'rtaga qo'yib aytaman. Xotin kishidan hech qachon qo'rqmayman. Tushunyapsizmi? Chunki xotin kishi qattiq urmaydi aka. Ilach. G'ururingiz sana. Mujik сказал, mujik сделал degan xalqimiz orasida gap bor. Xotin yarim soat uyda bo'ling deganda, rost ketyapman aka. Boy beringlar. Aka, yaxshilik ko'rsatdi. Bilasizmi?